1 santimetr ko'pchilik uchun ahamiyatiga ega bo'lmasa ham, lekin men uchun katta ahamiyatga ega. Chunki qurilishda raqamlar gapiradi. Men 2007-yil Toshkent temir yo'l muhandislari institutiga o'qishga kirganimda, men hayotimni millimetrlar va koordinatalar bilan bog'lashimni hali oldindan bilmasdim. Qurilish fakultetida geodeziya sohasini o'rganayotganimda, men bitta haqiqatni bildimki, bino qanchalik mahobatli bo'lmasa, uni asosi chiroyli chizmalarda emas, balki yer yuzidagi aniq nuqtalardan iboratligini tushundim. Bu soha va bu institut bizning oila uchun begona emas, albatta. Bu yerda bir paytlar dadam rahmatli o'qib ketganlar va qurilish sohasida ishlaganlar. Dadam men kichkinaligimda, ya'ni yoshligimda o'zlarining ishxonalariga olib borardilar, birga o'sha yerda qurilishlarni ko'rardim, ularning ish uslublarini ko'rardim. Meni juda ham havasimni keltirgan narsa shundan iborat bo'lganki, 200 ta 300 ta odamga dadam qurilish bo'yicha maslahatlarini, ko'rsatmalarini, topshiriqlarini berayotganlarida meni juda ham katta havasim ketgan. Balki o'zim bilar bilmas shu qurilish sohasiga kirib kelib, qachondir o'zimni o'rnimni egallash to'g'risidagi havas balki shu yoshligimda paydo bo'lgandir. Institutni bitirib, loyiha institutiga ishga kirganimda, men geodeziya sohasi qurilishi yuragiligiga yana bir marta amin bo'ldim. Chunki loyiha chizmada, qog'ozda qanchalik go'zal, chiroyli bo'lmasa, uni joyiga to'g'ri ko'chirish bu geodezistni san'ati hisoblanadi. Biz ko'rmagan narsani quruvchi qura olmaydi. Va shunaqa qilib temir yo'l qurilishi, yo'l qurilishi, bino inshootlar, zavodlar qurilishi, most tonnellar qurilishida ishladim. 2018-yili Tashkent City lot 1 loyihasini boshladik va aynan shu yerda bo'lajak United Building'ning asoschisi Otibek bilan tanishib qoldik. Tashkent City loyihasini muvaffaqiyatli bitirdik. Yuzimiz yorug' bo'ldi va 2020-yilda United Building kompaniyasiga asos solindi. Da aytishingiz mumkin 6 yil juda ham kichkina srokdir. Lekin shu 6 yil srokda United Building kompaniyasi bilan juda ham katta va muhim inshootlarni, binolarni, qurilishlarni bitirishga muvaffaq bo'ldik. United Building biz nafaqat binolar, balki aniqlik ustiga qurilgan ishonchni barpo qilamiz. United Building birga quramiz.